Assalomu alaykum hamkor mijozlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyati Quva tumani Qaqir MFyadamiz. Qaqir MFga qaraydi aka, adashmadimmi? Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizning xonadonlariga kelganmiz. Bu yerga jami 5 ta rom, bitta eshik olib kelganmiz. Romlarimiz razmeri neavishniy. Xo'p, 1.28 ga 1 metr romni qisqartirganmiz. 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladigan bo'lgan. Profilimiz RAM Plus 6000 quadro 4 kameralik TVP profilda, ya'ni zavodskiy rezinkali. Aynaga bir qavat gulli solingan. Xuddi shu bir xilda razmerda 4 ta romimiz ko'cha tomonga qo'yilgan. Qanotni oching. Hozir ligirovkalar jarayoniga ketyapti. Rezinkalarimiz 5107 SPS bosma rezinadan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir eshiklarni ham bir qator ko'rsatib beraman. Bu romimiz 90 ga balandligi 1.30, ikkita ko'zlik. Buni ham bir tomoni ochiladigan qilib berganmiz. Bu uyning ichki tomonidaligi uchun aynagini bir qavat oq solib berganmiz. Xo'p, eshigimiz Alumin Aldox 1 da Graf firmasiga tegishli. Ko'rishingiz mumkin. Rezinkalari bosma rezinadan, ruchka zamoylari Graf firmasiga tegishli. Xo'qalam bir qavatlik gulli ayna solib berganmiz. Ochilib yopilishidan ko'rishingiz mumkin. Juda ham chotki holatda. Qulflanishi oshiqcha shovqinsiz aylantirib penallarigacha sepib berganmiz. Xo'p, bu obyektimiz общий summasi akamizga 5.100.000 so'mga tushdi, do'stlar. Olib kelib o'rnatib berishi 5 yillik kafolati, garantiyasi hamma yo'g'i shu narxda ichida bo'ldi. Bu boshqa bilan qoling, bu boshqa doimaslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.